Qumluqqa munosabatlik siz bilmaydigan ajoyib bilimlar. Mazmunni boshlashdan burun sinchiq salonni qo'shib olmagan do'stlar qo'shib olishni unutmang. Velosiped bilan sahroyi kabirni kesib o'tish. Sahroyi kabir degan gapning ma'nosi qumluq deganlik bo'lib, biz sahroyi kabir qumluqi degan chig'imizda qumluq degan bo'lamiz. 2011-yili Riza Paklavan ismli bir odam velosiped bilan 13 kun 5 soat 50 minut 14 sekundda bu qumluqni kesib o'tdi. Bu qatimki xatarga tavakkul qilish safarning sekundigacha aniq bo'lishiga sabab u aslida dunyo rekordini buzish uchun bu yerga kelgan. Albatta sahroyi kabirni kesib o'tgan u birla odam emas. Yana shu yerdagi bir sayohat yetakchisi va suv ham boshqa moddiy ashyolar qachilangan bir yordamchi avtomobilmi bor. Shor bilan qumluqdan uchib o'tish, xatarga tavakkul qilish ikki xil bo'ladi. Ishonchlik va qilibdan chiqib ketgan. 1982-yili Amerikalik Lollywood Pirqbashtana Geli gazi shorini bir o'rindiqqa bog'lab, ondan o'rindiqda o'tirib osmonga chiqqan. Lollywoodning piloni Amerikaning g'arbiy janubidagi qumluqi, Mojavi qumluqini kesib o'tish edi. Uchish nihoyat o'ngishli bo'ldi. Ammo o'rindiq barabar 4900 metr egizlikka ko'tarilganda hech to'xtaydigandek emas. Hatto ba'zilar aeroplanda uni ko'rgan. Bu chog'da u oksigen yetishmaslikdan ansirab, jini tumshuqqa kelib qolgan Lari qaytish qaroriga kelgan. Hayron qolarlik shuki u sharni etib etish usuliga tayanib yerga silib qo'na olgan. Ham keyin butun Amerikani zilzilaga solgan, o'rindiqda uchgan er bo'lib qolgan. Eng qurg'oq joy. Agar yomg'ir miqdori bilan o'lchaganda dunyodagi eng qurg'oq joy Antarktidadagi Makmurdo quruq jilg'isi bo'lib, necha yuz yillik xotirlarda quruq jilg'iga har yili qor yog'sa nihoyat tezla hatto yerga tushib bo'lolmaylar parga aylanib ketadi ekan. Dunyodagi ikkinchi qurg'oq joy Janubiy Amerika qit'asidagi Atacama cho'liga joylashgan bo'lib, 1570-yildan 1971-yilgacha bo'lgan 400 yilda bu yerda hech qanday ro'shan yomg'ir yog'magan. O'zgacha jug'rofiyalik sharoit uni 2014-yildan burun izchil turda NASA tarafidan Mars taqlidi bazasi o'rin qilib ishlatilgan. Naqsha ayta oladigan qum barxanlari, birma odam yo'q. Ko'z yetkisiz qumliq. U uzun kanaga o'xshab guldirayotgan ovoz chiqaradi. Bu xulodi esa qum guldirlash deb ataladi. Uning sababiga kelsak, ba'zilar shamol kuchi bilan munosabatlik deb qaraydi. Lekin ba'zi tadqiqotchilar shamol kuchi oshqushliq omil emas. Chunki mayli tajribaxonda bo'lsin yoki tabiat dunyosi bo'lsin, kishilar qo'li bilan qum dovusini yo'tkiganda yana ovoz chiqarishi mumkin. Ilm-fan sohasidagilar bu haqda ko'p yil tadqiqot olib borgan bo'lsa-mu, hozirgacha aniq yakun chiqarilmadi. Sinchiq salonning bu son mazmuni musharraf